Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan bayram sonida, ya'ni 8-mart sanasida ko'rishib turganimizdan bahoyatda xursandmiz. Kichik bir tanaffusdan keyin bugungi mavzumiz juda ham qiziqarli bo'ladi, shaxsan o'zim uchun ham, chunki mana shu holat haqida o'zimizda faoliyat olib boramiz. Bu dolzarb va qiziqarli mavzu fiziologik sariqlik, sababiki butun dunyoda albattaki tug'ilish soni ko'payib bormoqda va o'zimizning yurtimizda misol qilib oladigan bo'lsak, biz bolajon xalqmiz va aynan yosh tug'ilgan chaqaloq, yosh oilada holi yetarli darajada ko'nikmaga ega bo'lmagan bolani qanaqa tarbiya qilish, qanaqa holatlarga uchrash kerakligi, mumkinligini bilmaydigan aynan oila uchun juda ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Fiziologik sariqlik, ya'ni o'sha holatdan qanaqa qutulib ketish, davolash, qanaqa tushmaslik, bola asoratlantirib qo'ymaslik uchun albatta yetarli darajada tibbiy ma'lumotga ega bo'lish kerak. Va mana shu darsdan keyin kerakli darajada ko'nikmalar va tushunchalar paydo bo'ladi degan umiddamiz sizlarda. Oddiyroq terminlarda tushuntirishga harakat qilaman mavzuni. Qani boshladik, bismillah deb. Fiziologik sariqlik o'zi fiziologik holat hisoblanadi. Bola tug'ilgandan keyin o'sha teri qoplamalari va sklerada, ko'zida sariqlik holati yuzaga keladigan holat hisoblanadi. Endi nima uchun yuzaga keladi degan savol tug'iladi. Albatta buni mana bu holatda oddiyroq tushuntirib berishga harakat qilamiz. Demak, mana bu ona qornidagi bola bo'ladigan bo'lsa, ona oziq modda va kislorodni qon orqali bolaga yetkazib berishga harakat qiladi. Bu yerda ya'ni yo'ldoshimiz bor, ya'ni yo'ldoshda pansitar baryer bor. Unda kerakli moddalar o'tkazib beradi, xuddi qo'riqchilar kabi keraksiz moddalarni nisbatan o'tkazmaydi. Endi mana shu qon orqali yuzaga kelayotgan bog'lanish moddalarni qon tashib beradigan bo'lsa, uni to'g'riroq biz taksi deb atasak, hayotdagi misollar. Bu taksilarni biz aytamiz eritrotsitlarning ichidagi gemoglobin. Yana bir marotaba aytaman, gemoglobin. Gemoglobin bolada ko'proq bo'lish kerak ekan, chunki ona o'zi hamma narsani bajaryapti, o'pkasi orqali nafas olyapti, oziq moddalarini o'zi yetkazib beryapti. Bu bolada esa asosan qonda yuzaga kelyapti. Endi qonda o'sha taksilarimiz kislorod va oziq moddalarni tashir ekan. Ya'ni to'g'riroq qilib aytsak, odamlarni yoki yuk mashina bo'ladigan bo'lsa, yuklarni tashishi mumkin. Xuddi shunaqa funksiyani bajaradi. Nisbatan ko'p bo'lar ekan. Endi u ko'pligi qancha? Bu 160, 190, 220 gacha o'zi normasi hisoblanadi chaqaloqlarda. Oddiy katta odamlarda esa 120 ni tashkil etadi. Endi bu tug'ilgandan keyin albattaki bu parchalanadi. Azizlar, mana bu parchalanadi. Kelinglar birdaniga unda parchalanishini tushuntirib ketay. Juda ham qiziqarli narsa bo'ladi. Ya'ni mana bu eritrotsit, boya aytganimizdek, taksimiz parchalanadigan bo'lsa nima bo'ladi? Bu eritrotsitimizning ichida, demak, gemoglobin bo'lar ekan. Gemoglobinimiz parchalanar ekan, o'zi gemglobin degan narsaga parchalanadi. Ulardan esa bilirubin hosil bo'ladi. Bilirubin ikkiga bo'linadi, ya'ni bog'langan va bog'lanmagan bilirubinga bo'ladi. Undan oldin esa bilivirgin degan narsamiz bor. O'sha bilivirginimiz bilirubinga o'tadi baror. Undan tashqari bu eritrotsitimizda, ya'niki jeleza, ya'niki temir moddalari bor. O'shaning uchun anemiya holatlari, temir yetishmovchiligi o'shanaqa holatlardan ham bo'lishi mumkin. Men umumiyroq tushuntiraman. Demak, bilirubinimiz bog'lanmagan holatda bo'lar ekan. Bog'langan holat qanaqa holatda yuzaga keladi? Bu glyukuron kislota degan narsa bor. Glyukuron kislota bilan bog'langanda jigarda u ya'niki primoy, ya'niki bog'langan bilirubin yoki konyugirlangan bilirubinga o'tadi deymiz biz. Endi konyugirlangan bilirubin nima qiladi desa, bu ya'ni jelchni o't yo'llari bilan 12 barmoqli ichakka o'tadi. Demak, bizda jigarda o'sha faoliyatni yuritilish hisobiga biz aytamiz uni glyukuronil transferaza fermentlari, bu narsalardan bejizga aytmayapman, chunki bolalarda tug'ilgan vaqtida azizlar mana bu jigari, ya'ni zavod to'liq ishlab ketmagan. Ya'ni sizda nisbatan taksilar soni ko'p, ya'ni musorlar soni ko'payib ketadi. Siz unga yuklama sifatida ish beradigan bo'lsangiz, albatta ulgurmaydi. Katta zavodni kichik zavod o'rnini bosolmaydi, ish ko'lamini. Xuddi shunaqa jarayon bo'ladi. Ulgurmaydi va bolada bu holat mana shu bilirubinimiz, ya'ni jarayondagi bilirubin qonga va terida
aks etishni boshlaydi va terida o'sha sariqlik holati yuzaga kelishni boshlaydi. Holi asoratlarini mana shu yerda tushuntirib beramiz. Endi bilirubin katta odamlarda ham bo'ladi aslida. Endi mana aytdik, ichak yo'llariga o'tar ekan deb. Ichak yo'llariga o'tganda bu urobilinogen, ya'niki holatda yoki uni biz mezobilinogen deb aytamiz. Urobilinogen ma'lum bir miqdori foiz ko'rsatkichlarida, ya'ni jigarda, ya'ni o'sha varotniy vena deymiz, varotniy venalar orqali yana qayta so'riladi va yana qayta ishlanadi. Lekin ko'pchiligi o'sha подвздошный kishka, ya'ni yo'g'on ichakda bu jarayon ya'ni bakteriyalarning hisobi yoki kislorod bor bu yerda, o'shalarning hisobiga glyukuron kislotalari bilan birgalikda bitta ajralib oladi. Boya glyukuron kislota bilan bog'lanadi deb aytdim. Ajraladi va ajralganda bu ikki qismga bo'linadi. Mana bu yerda gemoroid, ya'niki kapillyarlarimiz bor. Gemoroid kapillyarlar orqali mana ko'ryapsizlar, pochkaga o'tadi, ya'niki buyrakka. Va buyrak orqali bu bilirubinimiz buyrakka sidikka, ya'ni buyrakdan hosil bo'ladigan sidikka rang beradi. Urobilin deb aytamiz buni. Urobilin, ya'ni sidigimiz o'shaning uchun rangli holatda bo'ladi. Endi qolgan esa sterkobilin sifatida axlatga, bolalardagi fekali deb aytishimiz mumkin. Fekaliga, ya'niki o'sha axlatiga, umuman yosh katta yoki kichik insonlarga axlatiga rang berar ekan. Endi bolalar o'ylab ko'ramiz, azizlar, mana bu yerda proses, ya'ni o't yo'llari rivojlanmagan bo'lsa, genetik jihatdan nima holat yuzaga keladi? Hozirgi aytganimiz rang beruvchi urobilinogen narsalarimiz yo'q. Ya'niki axlatimiz rangsiz holatda bo'lar ekan va demak sidik ham rangsiz holatda bo'ladi. Agar tug'ilgan chaqaloqlarda mana shunaqa holatlar yuzaga keladigan bo'lsa, albattaki bu xavfli va ko'rsatish kerak zudlik bilan. Bu o't yo'llarini rivojlanmaganligi biz atreziya deymiz. O't yo'llari atreziyasi. Xo'p, bu narsani bilib oldik. O'shanaqa holatda yuzaga kelar ekan. Endi mana bu holatda bilirubin glyukuron kislota bilan bog'lanish albuminlar holatda yuzaga keladi. Demak, mana shu jigarda oladigan bo'lsa, albuminlar bilan birikar ekan. Albuminlar bilan birikib glyukuron kislota bilan, ya'niki bog'lanib, o'sha bilirubinni konjugirlangan, ya'ni to'g'ri bilirubinga o'tar ekan. Endi shu holatda biz hattoki o'sha albuminlarni quyamiz bolalarga. Bu ham bir sababi hisoblanadi. Albuminlarni sababi. Endi albumin bilan bilirubinni birgalikda bog'lanmagan holati bo'ladigan bo'lsa, ya'ni boyagi aytganimizda ne связаны, ya'ni bog'lanmagan bilirubin bo'ladigan bo'lsa, bolada sariqlik namoyon bo'lishi kuchayib ketadi. Bunga esa ona qanaqa dori preparatlari ichadigan bo'lsa kuchayadi desa, aspirin, ampitsilin dorilari yoki asetiltriptofan holati yoki kaprilat natriy, maksalaktam, sulfonil amidli, asosan mana shu aspirinni ko'p bilamiz. Bu yallig'lanishga qarshi vosita, ampitsilin esa aynan antibiotik ekanligi. Mana shu ona qabul qiladigan bo'lsa, bolada sariqlik, ya'niki yuzaga kelish ehtimolligi oshib ketar ekan. Endi mana bu holatni men aytdim sizlarga, holati glyukuron novaya kislota bilan birikar ekan. Bu holat esa glyukuronil transferaza bilan birgalikda kechar ekan. Endi mana shu holat nima yordamida bo'lishi kerak? ATF yordamida bo'lishi kerak. ATF bu kuch desak bo'ladi. Bolada kuchi bo'lmaydigan bo'lsa, gipoglikemiya holatlari bo'ladigan bo'lsa, demak sariqlik namoyon bo'lishi oshib ketar ekan. Tushunyapsiz-a? Xo'p, demak keyingi holat esa bu stress holatlari. Ona har doim stressda yuradigan bo'lsa, mana stressda yuradigan bo'lsa, nima bo'ladi? Albattaki kislorod yaxshi darajada yetib kelmaydi. Jigar faoliyati nisbatan yaxshi rivojlanmaydi. Jigar faoliyati yaxshi rivojlanmagandan keyin albattaki bolada tug'ilgandan keyin sariqlik qiyinroq o'tkazadi. O'shaning uchun onaga nisbatan asabiylashish, har xil gormonal preparatlar, ya'ni vazokonstriktor, qon tomirida siqaydigan preparatlar, ya'ni tavsiya buyurilmaydi bu holatlarda. Undan tashqari kesar va holatlari bu sariqlikda riskini oshirib yubormoqda, ya'niki o'tib ketmasligini oddiy holatda. Nima uchun kesar va holati? Agar tug'ilganda bola o'sha har xil stress holatlariga yuzaga keladi, o'zi nafas olib qichqirib yoki baqirib, nafas yo'li birdaniga ishlab ketadi, ya'niki o'sha kravobrasheniya, qon aylanish tizimi ishlab ketadi va kesarvada biz tayyor holatda bola hech qanaqa stressga o'zi harakat qilib chiqmaydi. Ya'ni o'sha holatda nisbatan kesarvadan tug'ilgan bolalarda ham sariqlik o'tkazish qiyinroq kechadi. Undan tashqari, ya'ni bola yaxshi yetilmagan bo'lsa, ya'ni o'zi umuman 9 oyda tug'ilishi kerak bola. Undan oldin esa jigar faoliyati o'zi 9 oyda ham hattoki rivojlanmagan. Endi o'ylab ko'ring, 7 oylikda, 8 oylikda tug'iladigan bo'lsa,
Bolani holi yetilmagan organlar funksiyasi ham yaxshi ishlamaydi. Albatta sariqlik ham qiyin kechar ekan. Menimcha tushunyapsizlar degan umiddaman. Xo'p, endi mana shuni sizlarga tushuntirib o'tdim. Endi bolada qachon uchraydi deb aytdik. Ya'niki o'sha gemoglobinlar parchalanishi ko'p, chunki gemoglobinimiz o'zi soni ko'p, lekin jigar holi yaxshi darajada ishlamaydi, nagruzka bilan ishlaydi, sariqlik namoyon bo'ladi. Bu holat esa 2 sutkadan keyin asosan bo'ladi. Pik davri asosan o'sha 4-5 sutkalarga nisbatan yuzaga keladi va maksimum 2 haftada bu o'tib ketish kerak. 2 haftada o'tib ketish kerak. Endi savol tug'ilishi mumkin. Muslimbek, oldin bizda onalarimiz nima sog'lom bo'lib tug'ilganmi? Hech qanaqa sariqlik degan gaplar eshitilmagan, unaqa holatlar yuzaga kelmagan, mana shunaqa holatlar, asoratlar degan narsalarni gap eshitmaganmiz. Nima bizning bolalarimizda bo'lyapti degan savol tug'ilishi mumkin. Endi azizlar, hozirgi aytgan gapimizni yana qaytarib o'tamiz. Birinchi navbatda albatta tibbiyotda rivojlanishi. Oldinlari har xil diagnostikalarimiz yetarli darajada emasdi. Hozir insonlarda tibbiy madaniyati oshib borayotganligi uchun skrininglar nisbatan erta qilinyapti. Har xil asoratli yoki kasalliklar oldin olinib, ya'ni yetarli darajada vaqt davomida aniqlanyapti. Diagnostikalarimiz yaxshi bo'lganligi, ikkinchi navbatda esa bu kesar va sonlari oshganligi, tug'ilish soni nisbatan statistikaga oshganligi, hozirgi kunda esa har xil stress holatlari, ya'niki ijtimoiy tarmoqlardan ba'zi bir holatlarda yoki onalarda yoki umuman hayotda har xil depressiv holatlar ko'proq uchrayotganligi hisobiga ham boya aytib o'tdim, depressiya holatida qon tomirlar siqilib, qanaqa ya'ni sariqlik kechishligi bolada qiyinlashligini tushuntirib o'tdim. O'sha holatlar ko'payganligi uchun va o'sha preparatlar, har xil aspirin, amoxicillin, ya'ni antibiotiklar, dori vositalar nisbatan ko'p iste'mol qilinayotgan. Ekologik holatda buzilishlar. Nima uchun ekologiyani buzilishi aytishimiz mumkin? Ona har xil ekologik holatda nosog'lom turmush tarzidan ovqatlanayotgan, gazli va hokazo narsalar ovqatlanayotgan bo'lsa, kelinglar, men chuqurroq shu joyini tushuntirib ketay. Gazli ichimliklar ichdi, nosog'lom ovqatlanish ekologiyani buzilishi bilan. Endi bolada mana bu holatda mana bu yerda onani oshqozoni bor, to'g'rimi? Mana bu yerda esa onani misol uchun buyragi bor. Onada oyoq ishlari, boshqa holatlari buyrakda ozgincha o'sha arteriyalarni, venalarni qisib qo'yishini hisobiga yuzaga keladi, kovak venalarini. Bu yerda oshqozoni esa onada dam bo'ldi. Sog'lom ovqatlanishga rioya qilmadi, dam bo'ldi. Endi nima bo'ladi? Homilani qisishni boshlaydi. Endi o'ylab ko'ring. Boya aytdi, homilaga yaxshi qon ta'minlanib berish kerak deb aytdi. O'zi taksilarda o'shancha ko'paytirgan bola. Endi bolaga qisib qo'ygan bo'lsa, qon ta'minlanishi qanday bo'ladi? Albatta fiziologik sariqlik ehtimolligi oshib ketadi, azizlar. Mana shu narsaga ham, ya'niki onajonlarimizda sog'lom ovqatlanish va ekologik jihatdan yaxshi joylarda va stresslardan yiroq yurishni albatta tavsiya qilib qolamiz. Undan tashqari yana bitta narsani aytib ketaylik. Onajonlarimiz oldinlar raddomda, men aytib o'tganman, ko'p turishgan. Ya'ni hattoki 1 hafta, 2 hafta davomida. Hozirgi kunda esa vipsga 2-chi, 3-chi sutkada, ya'ni bo'lyapti-da. Bu holat ehtimolligini ham oshirib boradi. Oldin mana shu fiziologik holat doktorlarning qo'lida, shifokorlarning qo'lida o'tkazilgan bo'lsa, shifoxonada. Hozir esa onalarning qo'lida, ya'ni uyda o'tkazilyapti. Bu ham albattaki o'sha fiziologik sariqlikning oshishini bugungi kunda sababchisi hisoblanadi. Mana bu tushuntirdik bu narsa. Endi xavflilik darajasi. Bizda xavflilik darajasini sizlarga oddiy bepul uslubini o'rgataman. Bepul qachon biz qo'rqsak bo'ladi, qachon qo'rqmasak bo'ladi degan narsalar bo'ladi. Bu Kramer degan olim o'tgan, o'shani demak shkalasi. Agar bolada yuzida sariqlik yuzaga keladigan bo'lsa, bilirubinlarning soni 80 mikromol litr bo'ladi. Endi agar bu nisbatan ikkinchi tipda bo'ladigan bo'lsa, o'sha yuz, bo'yin qismlari va orqadagi bel qismlari va ko'krak qismlari bo'ladigan bo'lsa, bu kindikgacha, bu 150 gacha bo'ladi. 150 gacha. Bu hech qanaqa testlarsiz topsangiz bo'ladi. Uchinchisi o'zi qayergacha bo'ladi desa, oyoqni tizzasigacha, mana ko'rib turganlaringiz tizzasigacha bo'ladi. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa holatda, ya'ni bo'g'imgacha bo'ladi, qo'l bo'g'imigacha bo'ladi. Laktivol. Keyingisi hamma tanani hamma joyi, mana e'tibor berayotgan bo'lsalar, hamma joyi faqatgina mana bu yerda podoshvalar,
ya'niki oyoqni uchki qismlari bilan qo'lni uchki qismlarida uchramasa. 5-inchisi esa bu 250 dan balandligi esa bu hamma joy bo'ladigan bo'lsa. Mana shu 5-shkala esa 350 dan baland bo'lganligi deganim, 350 dan baland bo'lgani eng xavfli hisoblanadi azizlar. Mana shunda yadrni jiltuxa holati yuzaga kelishi mumkin. Yadrni jiltuxani mana bu yerda tushuntirsak bo'ladi. Yadrni jiltuxada bola o'zi umuman oshqozon ichak sistemasi orqali o'tish kerak. Oshqozon ichak sistemasi orqali bolada chiqib ketish kerak deb aytib o'tdik, to'g'rimi? Mana oshqozon ichak sistemasida bolada o'tib ketish kerak. Lekin bu narsa oshqozon ichak sistemasidan o'tib ketmayapti. O'tib ketmayotganligi hisobiga esa bilirubin soni nisbatan oshib ketadi va bolada mana shu sariqlik yuzaga kelish nisbatan ko'payadi. Endi nima uchun tananing yuqori qismida nisbatan ko'proq bo'ladi degan savol yuzaga keladi. Savol o'shanda men sizlarga javobini aytaman. Chunki tananing yuqoridan o'zi pastga harakat qiladi sariqlik va mana shu sariqlikni mana shu qismida asosan sklerada yuzaga kelishligi bu har xil elastinlardan iborat bo'lganligi va ko'z asosan oq rangda, sklerasi oq rangda bo'lganligi uchun tez namoyon bo'ladi sariqlik borligi bolada. Undan tashqari kapillyarlar va qon tomirlar yuzda nisbatan yuzga joylashganligi uchun sariqlik birdan namoyon bo'ladi. O'shaning uchun yuzidan bolani bilsangiz bo'ladi sariqligi bor yoki yo'qligini. Demak, bu sizlarga oddiy bepul nechi borligini aniqlash uslubi va yadrni jiltuxa haqida gapirayotgandim boya, fikrim chalg'ib yana boshqa narsaga aytdim. Demak, yadrni jiltuxada mana bu yerda rasmimiz bor edi. Yadrni jiltuxa bu gematoencefalik baryeri bor. Bu yomon tarafi o'sha bilirubinimiz toksik hisoblanadi, neyrotoksik hisoblanadi va neyronlarga, o'sha kabellarga biz o'sha neyronlarni kabel deb oladigan bo'lsak, ular chaqnashini yuzaga keltiradi. O'shaning uchun bolada epistatonus, har xil harakatlar va quloq markazlariga, ya'ni eshitish markazlariga ta'sir qiladi. Bola yaxshi eshitmaydigan, tili yaxshi rivojlanmaydigan bo'lib qoladi. O'shaning uchun onajonlarga biz juda ham iltimos qilamiz, mana shu holatga o'tib ketmasin. Bu qachon o'tadi? O'sha 5-shkalada 350 dan baland bo'ladigan, butun tanaga qoplanib ketadigan bo'lsa va yaqinda qashqadaryolik bemorimizga biz yordam ko'rsatayotgan vaqtimizda men aytib o'taman shu joyida boyagi albuminlar qo'yishgan. Bu albumin aytdim bilirubinni glyukuron kislota bilan bog'lanib o'sha to'g'ri bilirubinga o'tishni yordam beradi va o'sha axlat orqali yoki siydik orqali chiqib ketishni yordam beradi deb aytib o'tdik. Endi o'sha holatda albumin qo'yishyapti, o'sha darajaga ham olib borib qo'yishgan. Ya'niki e'tiborsizlikni orqasidan katta qismi. Endi undan tashqari bola birinchi holatlarda yaxshi emmaydi, yaxshi olmaydi, ya'ni ko'krakda yaxshi olmaydi. Bu ham albattaki slabi bo'lishiga olib keladi. Bola slabi bo'ladi. O'shani hisobiga boya aytdik, bilirubinda chiqib ketishgan proses ATFlar energiyaning hisobiga bo'ladi. Yana proses yana usugubleniya, ya'ni yomonlashishga olib kelaveradi. O'shaning uchun mana bu holatda hattoki komaga tushib qolishi mumkin. Bola oxirida komaga tushib, hattoki bolangizni yo'qotib ham qo'yishingiz mumkin oddiy bir fiziologik sariqlikdan. Oddiy deb bilishlikning hisobiga. Bu ko'rish markazi, eshitish markazi, barcha markazlarga ta'sir qiladi va bolani nisbatan aqliy jihatdan ya'ni rivojlanmasligiga olib keladi yadrni jiltuxa. Endi azizlar, bize beradigan o'sha xalisal deymizmi, dorilarni mexanizmini qisqacha men sizlarga tushuntirib ketay. Xalisal nima uchun beriladi? Men aytdim, o't yo'llarida bilirubin o't yo'llaridan 12 barmoqli ichakka o'tadi, undan yo'g'on ichakka, yo'g'on ichakdan esa axlat orqali chiqib ketadi. 85% o'sha bilirubinimiz deb aytdik. O'tni haydovchi preparatlar biz berar ekanmiz shifokorlar tomonidan fiziologik sariqlikda. Lekin proses bu yoqda bo'lyapti. O'zi zavodingiz qiynalib ishlab yotibdi-da. Endi o'ylang, o'sha qiynalib ishlab yotgan prosesga siz chiqaraman deyapsiz, nisbatan lekin jigar faoliyati yaxshi bo'lmaganligi uchun o't yo'llarini haydashingizdan ham nisbatan yordam bermaydi xalisallar. Endi undan tashqari biz siydik haydash orqali yoki axlat haydash orqali bolaga yordam berishimiz mumkin ekan. Va mana shu yerda bitta narsani onalarimizga zo'r narsani aytib o'tib ketaman. Bolalarni to'g'ri ovqatlantira olmaydi. Bolam yaxshi ovqatlanmayapti, emmayapti deb bolani umuman ovqatlanishdan to'xtatib qo'yadi. Endi o'ylang, bolaga qachon axlat keladi? Qachonki oziqlansa. Oziqlangan vaqtida axlat kelib, o'sha bilirubinimiz yurib tanadan chiqib ketadi. O'shaning uchun kamida eng ko'pida 3 soatgacha ovqatlanmay tursangiz bo'ladi, lekin nisbatan tezroq ovqatlanib turish kerak. Va bu yerda qayd qilish holatlari bo'ladi. O'sha nafas yo'llariga o'tib ketmasligini oldini olib, nisbatan chistotasini va miqdorini to'g'ri taqsimlagan holatda ovqatlanish juda ham muhim hisoblanadi. Va yana bitta narsani aytib o'tib ketay.
Mana bu yerda suvsizlanish holati ham yuzaga keladi. Suvsizlanish holati agar yuzaga keladigan bo'lsa, siydik haydalish ham nisbatan kam bo'ladi va mana shu 1% bo'ladigan bo'lsa, tanada, ya'niki har xil mochevina yoki bilirubin va har xil kislotalar, o'sha urat kislota va hokazo narsalar nisbatan haydalishi kamayib, bolani umumiy holatda bu degidratatsiya deymiz. Fotolampada men tushuntirib o'taman. Bitta mijozimiz holatlari ham albattaki fiziologik sariqlikda usug'ubleniya, proses yomonlashishiga olib kelishi mumkin. Ya'niki suvsizlanish holatlari va ovqatlantirmaslik holatlari. Chunki bola energiya bo'lmasa, boya qaytarib o'tgan narsalarimiz yana qaytariladi. Xo'p, azizlar, mana bu yerda yetilmagan, aytib o'tdim, 80% holatda yetilmagan bolalarda butun dunyo jihatdan 80% da fiziologik sariqlik uchraydi va tez o'tib ketmaydi va 60% yetilgan bolalarda. Nima uchunligini men tushuntirib o'tdim. Yetilmagan bu albattaki vaqtidan oldin tug'ilgan bolalarda qiyosiy ma'noda olsak bo'ladi. Endi eng qiziqarli joyiga va men o'zim yaxshi ko'radigan, men faoliyat olib borayotgan qismga yetib keldik. Azizlar, bu albattaki davo muolajalari qanaqa o'tkazamiz degan savol bo'ladi. Bu fototerapiya. Eng bugungi kunda zo'r uslublardan biri fototerapiya va men hali o'zimizda fotolampamiz bor. Fotolampamiz misolida aytaman. O'sha dori preparatlar, siydik haydovchimi yoki o't haydovchimi yoki ichda yumshatuvchi dori bo'ladimi? Hammasi vaqtinchalik. Lekin mana shu fotolampa esa juda ham zo'r tavsiya beraman. O'zi ta'sir qilayotgan, hozirgi kunda eng zo'r ta'sir qilayotgan fiziologik holatiga anjomlardan hisoblanadi. Xo'p, meditsinskiy. Demak, bizda fotolampa mana bizi Mening kompaniyasida, shaxsan o'zim priborim Mening kompaniyasida ishlatiladigan o'sha sertifikatlangan meditsinskiy pribor ishlataman. Sababiki bolaga to'g'ri ta'sir qilish uchun mana yuzida, mana ko'rib turibsizlar, ko'zini yopib qo'yamiz, o'sha sklera, ko'z qorachiga. Endi o'ylab ko'ring, nima uchun yopib qo'yamiz degan savol bo'lishi mumkin. Yalang'och holatda yotilib, ko'zi yopilib qo'yadi. Quyoshga qarab tursangiz, bola ham tirik jon-u. Qanaqa bo'ladi? U qorachiqlari kengayib to'ravergandan uni ko'zini shapaqlantirib ko'r qilasiz-ku. Albattaki bu yerda yopib qo'yishingiz kerak. Bu narsalar juda ham muhim va mana shunda o'lchamini nisbatan to'g'ri olish kerak, normativini va onalarimiz ko'pchilik yoki e'tibor bermaganda zamokchasini hozir men tushuntiraman, to'g'ri qo'ymaganda yaqinlashtirib yuboradi va mana shu bitta bemorimizda aytib o'taman, yopib qo'yishgan ustidan, yopib qo'yishgan va yaqin qilib qo'yishgan. Endi bu nur nisbatan issiqlik beradi. Issiqlikni ham har doim o'lchab turish kerak termometrda. 35.7 dan to maksimum bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 36.7 dan to'g'riroq 36.5 dan, 36.5 deylik, 36.5 dan eng maksimum bo'lishi mumkin 37.2 gacha normativ holatda ushlab turishingiz kerak temperatura. Endi buni nima qilishgan? Yaqin olib kelishgan, ko'rpacha va shu havo o'tkazmaydigan ko'rpacha ustiga tashib qo'yishgan. Endi nima holat bo'ladi? Albatta parnikoviy effekt bo'ladi. Parnikoviy effektdan keyin bola terlaydi, boya aytganimdan keyin suvsizlanish bo'ladi. Bola holsizlanib, shalpayib, komaga tushib, hattoki o'lib qolishi ham mumkin. Men shu narsaga juda ham e'tibor beringlar. O'shaning uchun bu priborni iloji boricha doktorlardan olinglar degan tavsiya beraman. Va mening kompaniyasida 430 dan 490 nanometrda beradigan ko'k spektrli aynan priborlardan olinish kerak. Sertifikatlangan. Chunki undan baland bo'ladigan bo'lsa, ziyoni ko'proq bo'ladi. Spektr bo'yicha. O'shaning uchun quyoshdan olingan fotolampa ham o'zi foto nur degan narsada olingan. Lekin quyoshda infraqizil nurlari oshib ketadi 11 dan keyin. Hozirda ayniqsa bizda ozon qatlamida har xil tirqishlar bor. Bizda nisbatan issiq davlat bo'lganligimiz uchun o'sha narsalar juda ham qattiq e'tiborga olinishi kerak. Agar bolangizni aylantirmoqchi bo'lsangiz ham soat 11 gacha aylantirishni tavsiya beraman va fotolampani iloji boricha o'sha vrachlardan tibbiy jihatdan ma'lumotga ega bo'lgan insonlardan olishingizni tavsiya beraman. Xo'p, fotolampa eng yaxshi davo. Azizlar, fiziologik sariqlik haqida gapirganda albatta uni davolanish muolajalarini gapirib o'tish kerak va birinchi uslubdagi davo muolajasi bu albatta fotolampa xizmati hisoblanadi. Fotolampa va bizning fotolampa xizmatimiz bu 4 ta rejimga ega. Mana shunaqa fotolampalarimiz, mana bu ko'rayotganlaringizda nuri nisbatan kamayapti, pasayapti va bu qachon ishlatiladi, qaysi vaqtda va tibbiy xizmat jihatdan yetarli darajada ma'lumotga ega bo'lgan shifokorlar qo'yilishi tavsiya etiladi. Chunki ular taymeri, qachon necha soat qo'yish kerak, oziqqa vaqtida qanaqa qo'yish kerak, bola qancha vaqt davomida dam olish kerak, hamma narsasini tushuntirib, daskanalni aytib beradi. Va e'tibor bergan bo'lsalaringiz, biz mana shu fotolampani shunaqa darajada olganmizki, o'lchamlari ham bolani tug'ilgandagi razmerlariga hammasiga
o'ylangan darajada, ya'niki yon tarafi ham siqilib qolmaydigan va bo'yi 48-52 santimetrli tug'ilayotgan chaqaloqni normativga moslashtirilgan holatda va tepa balandligini ham e'tibor bersalaringiz, mana bu yerda qo'limni mana bunaqa qilib turganda har bitta nur albatta issiqlik chiqaradi. Bolaga yomon ta'sir qilib, o'sha terisini isitib yubormaydigan darajada qilingan va eng muhimi albatta ko'k spektrini alohida ta'kidlab o'tish kerak. Bu men o'sha sertifikatlangan holatda olganman. O'sha profilimizdagi videolarni ko'rsatib bo'ladi. Sertifikatlangan holatda 460 nanometrdan 490 nanometrga ko'k spektr. O'zi 430 dan tavsiya beriladi, lekin biz o'sha pikini eng yaxshisini olishga harakat qilganmiz va bemorlarimiz, chaqaloqlarimizda albatta sog'lig'i uchun va mana shu xizmatdan keyin butun respublikamizda juda ham ko'p chaqaloqlarimiz aynan va ota-onalarimiz minnatdor va baxtli hayotga, ya'ni oilaviy osoyishtalikka yana bir marotaba erishganlar hisoblanadi va fiziologik aynan sariqlik haqida buguncha sizlarga aytib beradigan narsalarimiz shu va mana shu yerda qo'shimcha sifatida, ya'ni patologik sariqlikdan farqini ham aytib ketaman. Bu 2-3 kunlarda o'zi yuzaga keladigan bo'lsa, patologik o'sha gemoliz, eritrotsitlarda gemolizning hisobiga yuzaga kelib ketishi mumkin bo'lgan narsa birinchi sutkadan yuzaga kelishi mumkin birdaniga ahvoli yomonlashadi. Bunda 2 hafta davomida yaxshi bo'lib ketadi desam, patologik sariqlikda nisbatan 2 hafta yetmaydi. Ko'p davom etishi mumkin. Va aynan fotolampani o'zini ko'rsatib, masalaga alohida tushuntirib berishga harakat qilaman. Keyingi darsimizda salomat bo'linglar. Bizani qo'llab turib, layklar bilan Xudo xolasa keyingi darslarimizda yanada zo'rroq chiqish uchun albatta layklar bilan, podpiska bilan va do'stlaringizga yuborib qo'yib, albattaki mana shunaqa ma'lumotlarni ularning farzandlari bu narsani oldini olinishi uchun savobga sherik bo'lishliklarini albattaki so'rab qolamiz. Hammaga kattakon rahmat. Ayollarimizni va qizlarimizni bayram bilan shu jumladan tabriklab o'tib ketamiz. Rahmat kattakon.